Okay, next one is worth. Okay, worth. And we have the th ne telaffuz qilamiz. Buning ma'nosi arziydigan, yaraydigan degan gap. Hali ko'pincha be worth deb ishlatamiz. Masalan, his car is worth 10,000 pounds. Okay, masalan, onun mashinasi 10,000 pul sterling yaraydi. Bu taxminan 100,000 jungo pul tana. Worth, okay, worth. Masalan, how much is the dress worth? Bu ko'ylak necha pul yaraydi? Okay, how much is the dress worth? Bu qancha pulga yaraydi degan bo'ldi. Masalan, this coat is worth every penny of it. Again, mishalki every penny degan har bir puli. Ama penny degan pul sterlingniki o'sha kichik pullarga xuddi xalq pulniki pul bo'lgandek penny deganimiz demakki 100 pence equals 1 pound. Bir pul sterling 100 sentdan. Bunun köklü şeklini pence deymiz. P-E-N-C-E deb shu. Bunu pence deymiz. Bu pulları, senetleri degan gap. Demek ki bu palto onunki siz setib olgan shu pulning har bir senetga qanday qo'llansa yaraydi degan. Bu degan gap endi siz hargizmi qimmat setib olmadingiz. Demek şu pulingizning har bir pulga qanday qildi arziydi. Demek sizniki bu Japonda asmız şu olgan pulingizniki suyini chiqarib o'tdi degandek gap. Demek worth deganimiz arziydi. Masalan, rasm qarab olsak, masalan worth it. Okay, masalan u qanaqa qildi bichara arziydi dedi. Hey, worth it. Undan keyin yana bir ish qilsa, o'sha tilda be worth doing. Okay, ma'lum bir ish qilish, masalan qilish arziydilik bo'lsa, shunday deymiz. Worth doing deymiz. Masalan, the book is worth reading. Bu kitap o'qishga arziydi. Bu kitap o'qishga arziydi. American films are worth seeing. Amerika filmlari ko'rishga arziydi. Mera BB'leri xato yozib qolibdi, bunday aslida are worth seeing. Ko'rishga qanday qilib arziydi. Endi diqqat qilgan yana bir nuqtamiz worth doing. Yeah. Okay, worth doing. Şuna aşağıda fiillarniki ing şeklinde işletimiz. ING şeklinde işletimiz. Şularga alayda bir dikkat qilsanlar. Mesela you are worth it. Tabii bir yaptırdı. Siz şunun hakkında arzisiz. Siz şunu erişseniz olur ya ki şunun arzisi hukuklu degan gap oldu. Worth arzimak. Arzimak. Next one is stamp. The stamp is not worth collecting. Okay, bu marka yig'ishga arzimaydi. Hamda not bo'lsa, shu BB'niki notni qaytib olsak, mana qilishga arzimaydi degan gap. Okay, masalan, this book is not worth reading. Masalan, this film is not worth watching. Bu kitob ko'rishga arzimaydi. Undan istab yana boshqa ishlatiluvchi worthwhile, worthwhile. Masalan, be worthwhile to do. Bu ma'lum bir ish qilishni, ma'lum bir ish mana qilish qanday qildi arzimaydi. Yoki mana san worthwhile. Masalan, it's worthwhile doing. Yoki it's worthwhile somebody to do something. Masalan, it's worthwhile doing, worthwhile studying English. İngilis öğreniş hakikaten arziydilik bir ish. Shunami? Mana bir qimmati bor. Mana keyin qilsa qanday desam, mana asligilik bir qimmati bor, arziydilik ish deymiz, worth doing. It's worthwhile you to teach English. Siz İngiliz öğrenişkanlar insanlar arziydi. Demek ki be worth doing, and then be worth, shunami? Ma'lum pul yaraydi degan be worth deganimiz. Be worth doing bo'lsa, ma'lum bir ish qilishga qanday arziydilik, arziydilik. Ondan keyin the worthwhile to do. You know, it's not worthwhile to do that, so qilishga arziydilik degan gap. Qo'shimcha matnga misol qarab olaylik. It is not blah 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 to discuss the question again and again. It's not worth a be worthy.
C, worthwhile. D, worthwhile. Okay, I'm going to worthwhile again. 뭔가 알지그래. 싶어서 아니면 까나가 독다 못다가 다우다 시작했다. 아니면 그냥 뭔가 가이스볼데. It is not worthwhile to discuss this issue again and again. 보험사는 파이트가 바라는 까나에서 오르니요. Okay, next one is pound. Okay, pound. Okay, pound means 폰스터는 뭐 앵글리아는 이렇게 풀버드게 그러면 뭐 폰스터는 이렇게 막 가가스 풀면서 할 때 note 되면서 뭐는 기초적인 말이잖아 penny. 아바리인데 use pence plus per 폰스터는 하다 penny. Okay, I'm going to check them on pence. Pence. Take care of pence and pounds. Okay, I'm going to make it. Take care of 위시하게 되면 obdan qara. 대가도 되게 되면죠. 스르트랑가 본스로 풀으면 가나 그래서 대가도 되면죠. 이때도 되면 take care of. Will take care of themselves. Will take care of themselves. 보사. شنو نوبدان خيرهم ما يعني شنو نوبدان قرما تكتم ما Okay, next one is why. Okay, why? Why? Why do I love her? هذا يعني كمان نموذج يحكي لنا. Okay, مثلا why means نموذج دين يبقى. أما نموذج is نموذج because. Why do you study English? Because it's interesting. Because أما يرجع مشو because شكل تنافس كلش صولا جبالة because دي والله كمان برسة because ميارجع ما au تنافس كلش because يرجع نانسة because okay because مثلا ما قلنا مش نانسة ما بتجنب تنافسه. So why do you say to him? Because I don't like him. I don't like him. So why does he telephone you every day? Because he loves me. Because why? So why do you study English? Because blah 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 blah. Because I want to study abroad. Okay, I want to travel abroad. So, I to then take it up by okay, believe. Okay, what about next? Next. Okay. Next. Why? Believe. Penny. Sold. Retire. Because. Pound. Cost. Worth. Sell. Why? So that's all. Okay. Your text here. Look, first of all, listen very carefully about this text, and then we will read about the text. Listen carefully first. Good afternoon. I believe that this house is for sale. That's right. May I have a look at it, please? Yes, of course. Come in. How long have you lived here? I've lived here for 20 years. 20 years? That's a long time. Yes, I've been here since 1976. Then why do you want to sell it? Because I've just retired. I want to buy a small house in the country. How much does this house cost? £68,500. That's a lot of money. It's worth every penny of it. Well, I like the house, but I can't decide yet. My wife must see it first.
Women always have the last word. Okay. And sağımızda tekstimizin qarab baxaylik. Okay. Good afternoon. I believe that this house is for sale. Okay. Good afternoon. Bunu bilsizlar valla. Mesela aşkıyla bu oydan alıp gelip paranı çöktü bu. Çüştün kiyimlikin xayırlık olsun. Yani bu çeteliklerden bu. İntan köp kuşlarına salamlısınız. Eğer çüştün burun bolçu, good morning, good afternoon, good evening. Şunama. Harada çüştün kiyimlikin. Andı bana o evening dediğimiz şu toy yerimden taatı 9'lık çoğuğan, karan uçuş çoğuğan harada evening mesela. Şunun için good afternoon, çüştün kiyimlikin xayırlık olsun. I believe that this house is for sale. Okay, I'm going to I believe degandan keyin abay so'zlikni ko'rdik. Birga ishonmak. Ishonmak. Yoki hamda I believe degan meningcha, yoki mening bilishimcha, yoki mening tushunishimcha deganda gap. I think bilan bilan almashtirib ishlatishga bo'ladi. Demak, I believe that meningcha this house is for sale. Bu uy sotildi deyman. Okay. Hamda musharaka for sale deganimiz setilmak. Setilmak. Demek setishga bo'ladi degan gap. Yoki setishga tayyorlab qo'ydi degan gap. Agar biz on sale deganni ko'rsatsak, bu yerga on salening ma'nosi bahs tushirib setilmoq degan gap. Agar bu yerga I believe that this house is on sale bo'lgan bo'lsa, demak bu yerga bahs tushirib setildi deyman degan gap. Bizlar qancha da'jo deb qo'yamiz-ku. Masalan 10% yoki 20% yoki 50% bahsini tushirdi deganni deymiz. I'm sure for sale. I don't know on sale. Şoğumuş on sale bilan for sale ne? Qarqalandırib olsam. Okay, that's right. To'g'ri. Demakchi hamda shu sizniki o'ylig'ingiz to'g'ri. To'g'ri. Demak bu setildi degan gap bo'ldi yani. That's right. So, may I have a look at it, please? Okay. Endi bu yerga look degan bir yerga qaramoq degan gap bo'ldi. Arada look at deymiz. Masalan, look at your book. Kitabimiz qarang. Look at me. Mana qarang. Look at the screen. Ekran qarang degan gap. Endi bu yerga have bilan kelgan have a look deganimiz qarab boqmoq. Mana ko'rib boqmoq degan gap. Masalan, bir do'stimlar yangi bir narsani kelgan bo'lsa, ekran ko'rib boqay. Okay, may I have a look? Ko'rib boqsam bo'ladimi degan gap. Amniyatda mayning ma'nosi mush kendidan o'xshashak, may degan bo'ladimi? Demak, boshqalarni endi ma'lum bir ishni qilishga so'g'andan bir so'rab, shuningdan hamda mana qilsam bo'ladimi? deb aytdi. Silliq spiral shu bir narsani so'g'an bo'lsa ham shu meni ishlatamiz. Masalan, may I have a look at it, please? Uni bir qarab boqsam bo'ladimi? Uni ko'rib boqsam bo'ladimi? Okay, degandek. Have a look. Okay. Undan keyin qarasanglar, yes, of course, come in. Albatta. Look around. Come in. Come in. So, how long have you lived here? Okay, siz bu yerda bo'ldi, qanchalik bo'ldi? Bu yerga how long deganimiz qanchalik uzunlikda. And may I have you lived here asli? Buniki asl shaklisini desak nima yarsanglar? Masalan, I have lived here for 20 years. Men bu yerda tug'ilganimga qanday desanglar, 20 yil bo'ldi. Endi bu senda qancha nima yarsanglar? O'tmishki ma'lum bir vaqtdan boshlanib, taki hozirgacha hamda ta'sir bo'lgan yoki hozircha davomlashib kelgan shirkatlarni aratmaymiz, o'sha qo'shib olamiz. Demak, hamda hozir bo'lgan ta'siri tekchi bu odam o'sha yerda bor ekan. Agar hamda 20 yil burun misol tug'an bo'lsa, hozir bu yerda emas, u olib ko'chib ketgan. Yoki hozir yo'q, balki o'lib ketgan bo'lishi mumkin, shunami? Masalan, he lived here 20 years ago. O 20 yil burun yerda tug'an. Demak, hozir bu yerda yo'q degan gap. Hozir bu yerda mavjud emas. Şuna hamda buni oddiy mush bayan cümleni sol cümlege aylantirganda mana have'ni oldiga chiqartimiz. Shunami? Have you lived here for 20 years? Hamda bu savolga yes he has. No, yes I have, no I haven't. Shunami? Javob beradi. Demak, bu oddiy savol cümle. Agar buni alohida savol cümlege aylantirsak, bu shu vaqt uzunligini for 20 years shunami? Bu vaqtni nima aylantirsak bo'ladi desam, how long, qanchalik uzunlik almashtirsak, bu arada jumlaning 5 keladi, savol so'zlari.
How long have you lived here? You know, I've lived here for 20 years. Demek endi mana tegirlikka bu cümle nah biz şu üstünki cümlenin kelime asıl cümlesi. Onun degan türünde qandaysana mushalat kelgan. So 20 years, wow, that's a long time. 20 yil, uzaq vaqt o'tdi, that's a long time. Yes, I've been here since 1976. Okay. And men bir yer bo'g'inimda, men ben deganda vallahi bu boshqa gap emas. Shu yerda BP'ning o'tgan tutgan shakli. Masalan, BP deganda amizar emasmi? Amizarning o'tgan zaman shakli was, were. Onun o'tgan tutgan shakli ben. Demakchi men bu yerda bo'g'inimda, demakchi men bu yerda kimga 20 yil bo'ldi. Yoki men shu since 1976 76 yildan buyon bu yerda. Endi bu since deganimiz ma'lum bir vaqtdan buyon degan gap. Agar for bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir doira vaqt, masalan for 20 years. Bir doira vaqtni bo'ldi 20 yilcha. Tushunami? Okay, then why do you want to sell it? Oy, nima ish qilib setib Merke then deganimiz undaqda. Undaqda nima ish qilib setib etsangiz. Demak, 20 yil turibsiz, 20 yil deganda bu sizniki xuddi bir hayatınızda bir kısım bo'lib qolibdi. Mushundan mehr tushgan edim, satan bu odamni sababini so'rabdi. Why do you want to sell it? Desa, because I've just retired. Men yaqinda pensiyaga chiqdim. Demak, hozir bu pensiyaga chiqib bo'lgan odam degan gap. Tushunadingizmi? I've just retired. Endi bu yerga just degan obaylamamiz yaqinda. Yaqinda, endi bu taxminan 5 minut burun yoki 10 minut burun pensiyaga chiqdim demaymiz-ku bu yerda. Bu yer asosida hamda yaqinda, demakchi vaqtni nihoyatda qisqalgan bildirdi. Balki hafta burun yoki bir oy burun shunami? Demak, men yaqinda pensiyaga chiqdim. I want to buy a small house in the country. Men yizidan bir kichikroq bir uy sotib oldim bor. Kichikroq uy sotib oldim bor. So, how much does this house cost? Okay, demak, bu uy nech pul? You know, 68,000 pounds. 68,500 pounds. Well, 66 15 demakchi 600 ming atrofida degan gap bu. Endi bu yerga how much does this house cost? Asli bu tushunchakni nima desam, this house costs 68,500 pounds. Bu savol aylantirsak nima desam, does this house cost 68,500 pounds? Buni alay soldiğını qalanırsak, şu son sıfırda nima how much qanchalik jiq degan gap. Qanchalik jiq desa, shu qancha bo'ldi degan gap bo'ldi shu. Oh, that's a lot of money. Wow, nimda jiq pul bu. That's a lot of money. Voy bek qimmatkan. That's a lot of money. Well, I like the house, but I can't decide yet. My wife must see first. Well, men uyni yoqtirdim, but I can't decide yet. Men tez qandaysam, birda qarab kelanmayman. Endi men yerga vallahi yet deganni ishlatilishi, men texcha degan gap-ku, endi bu inkor jumlalardan savol jumlalari ko'p ishlatiladi. Masalan, can you decide yet? Siz qarab keldingizmi? I can't decide yet. Men tez qarab kelanmayman. My wife must see first. Men ayolim qandaysam, boshda kelib bir ko'rib berish kerak. Must see first. Women always have the last word. Okay, demakchi, doim ayollarningki, ayollara mush eng oxirgi gap bor. Demak, endi bu eng oxirgi qarorni shu ayollar chiqardi. Ayollarning pichoqisi degan gap. All right, sentence structure. Qo'shamiz bugungi darsimizniki. Shu jumla qurilmalari bir diqqat qilib boqaylik. Mesela birinchisi qarasak, they have already arrived at the airport. She has lived in Beijing since 2000. Demak, endi bu jumla shakllariga qarab baqsak, biz ilgari o'rganib bo'lgan hozirgi fikr zaman. Demak, endi bu yerga they have already arrived at the airport. Ular allburun aeroportga yetib kelib bo'ldi. Endi o'tmishdagi ma'lum bir vaqt yuz bergan, aniq emas bir vaqt yuz berib, hozirgi ta'sir ko'rsatgan yoki hozirgi salomlashma.
Demek ki meğer ki o da aeroport yetip kelip oldu degan so'zningki hozir bo'lgan ta'siri ular naq hozir aeroportda degan gap. Tushundingmi? O Beijing 2000-yildan burun Beijing to'di. Demak, u hozir tek chiqqan narsani Beijingda degan gap. Ama bunun inkar şekli qanday bo'ladi desanlar, shu asl shakli ega have has done mı? Shu have has'ning keyiniga naql qilib bo'ladi. Demek mesela mana qarasanlar, they haven't arrived at the airport yet. Ma inkar jumlaga nima keldi? Yet. Yet. Ma buluş qilsanlar already. Allaburun. Endi buningki savol shakli have they arrived at the airport yet? Ular tercha aeroportga yetib keldimi? Şuna bu savol shakli have yoki has oldiga chiqib o'tganga, inkar shakli bu have has'ning keyiniga naql qilib o'tganga, onun için bu savol va inkar jumlalari yetib keladi, bo'lishliq jumlalar demaksan, already. Yes, they have. No, they haven't. Qarang endi mana bu savollarni boshlab has oldiga yetib o'tgangidan tushunami? Endi inkar shakli has'ning keyiniga naql qilib qo'yganida. Masalan, she hasn't lived in Beijing since 2000. And has she lived in Beijing since 2000? She Beijing Yes, she has. No, she hasn't. Ya, to'g'ri. Xo'sh, endi o'xshashsa ma'lumotlar beringlar. Masalan, we have stayed in Shanghai for a long time. Biz Shanghayda to'g'ri uzoq vaqt bo'ldi. Demak, endi ular Shanghayda to'g'ri uzoq vaqt bo'lmadi deganicha. We haven't stayed in Shanghai for a long time. Biz Shanghayda to'g'ri uzoq bo'lmadi. Uzoq bo'ldimi? Have you stayed in Shanghai for a long time? Sizlar Shanghayda to'g'ri uzoq bo'ldimi? No, we haven't. Yes, boss, yes, we have. What about he? He has just finished his homework. O abaylarni topshiriqni ishlab tugadi. Demak, endi hozir u topshiriq hozir butunlay tugadi, ishlanib bo'ldi degan gap, tushunami? Agar o'zi inkor qilganda bo'ldi desam, he hasn't just finished his homework. Abaylar qanday tugatmadi? Agar savol shakli. Has he just finished his homework? Has he just finished homework? Yes, he has. No, he hasn't. Okay. How long? Okay, I'm going to how long again now? I'm qanchalik vaqt degan gap. Masalan, how long have you lived here? Siz bu yerda qanchalik vaqt bo'ldi? So I've lived here for 20 years. You know, I've been here since 1976. Okay, I'm müşareke imtihan mühim olan bir nokta olsun mesela for yani burası since. Ama for da tarafı kullanıldı. İngilizce'de bu kısa for. Acizce ma for degan acizce özgürüm ne bolursa for. Ama for ne kendine ma'lum bir daire vaqt keldi. Since ne kendine yani bir iniq bir vaqt noktası keldi. Mesela how long have you washed clothes? Okay, desa. Okay. I've washed clothes for 2 hours. Men giyim yuvani 2 saat oldu. You know, I washed clothes since 6 o'clock. Oldudan bu yan, qanday qiladi sana? Giyim yuvdim. Demek bu alaylı var. For'un kendine bir iniq vaqt keldi. Bu mesela 2 saatcha, 1 saatcha degandek bir vaqtni bildirdi. Ona degan nima since kendine cho'rsam, ma'lum bir iniq vaqt yoki yillarni bo'sh bo'ldi. Okay. Mesela how long have you studied English? You said, I've studied English for 6 years. I've studied English since 1996. O'xshashdan qilsam, birisi dair vaqt, birisi qanday desam, mishara. Iniq vaqt bo'ldi. Andan ma bo'shliqdan to'ldirganman. You know, I've been here 2 weeks. Okay, I'm here for dair vaqt keldi. Mesela for 2 weeks. Men bu yerda bo'ldi. 2 hafta bo'lib qoldi. You know, he has worked in that factory last month. And last month, o'tgan ay shunami? O'tgan aydan buyon. Mana aniq vaqt bo'lgan ekan, nima desam, since last month. Since last month. Demak, bir vaqt nuqtasi last month emasmi? Shunga tense ishlatamiz. O'shandan buyon. And they have lived in that house a month. Okay, yani bir dair vaqt a month ekan bu. Demak, ular Ashu uyda bir ay chiqqanlari sani to'la. For a month. Okay, number 4. Mike has been a student
1999. Okay, now vaqt nuqtasi bo'lgandan keyin buni qilib keldi desanglar. Since, you know, Mike has been a student since 1999. Okay, now but what about number 5? Joe has had a bad cold a week. And Joe ig'ir bir zukam bo'lib qoldi. And the America a week. Demak, for a week birat cho'p qildi. Birat cho'p bo'ldi. Degandek. Amski ikisi qaranglar, mana bu shunlarniki sizlar muvaffaq bo'lgan, to'g'ri bo'lgan javoblarni tanlab olsangiz sog'lashlar. Birinchisi, the house is dirty. Okay, what we mean it? We it for weeks. Qana? Mishariki mehnat bo'lgandan keyin biz qanday qilamiz? Endi shu bir necha haftacha qanaqa qilib buni tozalamadik. Masalan, qaranglar, A didn't clean. B hadn't cleaned. C don't clean. D haven't cleaned. Mesela qaysi o'rtsamcha. Ondan keyin biz shu shanda ranchondan keyin bir naytdi shuningda agishib kelgan masalan so'zlarni sense deymiz, for deymiz, mushlar bo'lsa albatta bu aniqlab bugun qilishga bo'ldi. Va hozir tutgan zaman. Demak, endi for hozir tutgan zaman ekan bu. Endi buningga muvofiq emas, shu D. You know, we haven't cleaned it for weeks. Biz bir necha hafta uni tozalamadik. Number 2, I'm sorry to keep you waiting. Oh, not at all. Catch it on I hear only a few minutes. Okay, you know, we are demek bu meynatlar şenevetçe, kaç şenevetçe Mustafa koysan olurken o arbelama karşı. Bima, Sima, Bima? Neyse? A. Demek bunun doğru cevabı A. Have been. You know, I have been here only a few minutes. I've been here for only 2 minutes. A few minutes. Okay, number 3. He, me last time. Okay. And bu eniq vaqtga last o'tgan mavsum qanaqada yordam qildi. Bu eniqlam o'tgan zaman. So he helped me last term. O'tgan mavsum menga yordam qildi. Bo'ldi, hamsa mana 9-darsga kelib qoldik bolalar. Hamsa bugungi 89-darsimiz o'sha tamom bo'lsin. Topshiriq sizlar shu tekstni o'lchamlik yaxshi bir yodlasanglar, undan keyin mushundagi intayin mo'yin bo'lgan jumla shakllari bular bu hozir tutgan zamondan keyin shu mo'yin masalalarni bizning oldingi darsimizda bu tafsilotni so'zlagan, shuni mushlardan moslashtirib bir takror qilasan. Okay, that's all for today. See you next time. Goodbye.